diqqat qiling. O'zbekistonimizda, Sarqo'rg'onimizda, ya'ni Uchko'prik tumani Sarqo'rg'onda mana shu 2 gektarli dacha zudlik bilan sotilyapti. Puli bor investorlar mana sizlarga hujjatlari qo'limda tayyor turibdi. Ya'ni mana shu 2 gektar, salkam 2 gektarli. Suv qanaqa deganlarga, mana sizlarga suv. Bog'da e'tibor beringlar. Bu yer ham dacha, ham hop 50 sotig'ini shaftoli bog', 50 sotig'ini oqo'rik bog' qilib qo'yishgan bog'imiz. Mana qangi archalarini ko'rsating, archalari ham bor. Suvlar sharqirab oqib turibdi. Shohimardon soylari qo'shig'i aytilgan joy desak ham adashmagan. Mana shu joyimiz hop kirib kelish yo'lagi bo'ladi. Mana bu joyi parkovka, mana bunaqangi besetkalari bor. Bemalol oilaviy qilib kelib ham yoki bir zo'r qilib premium dacha qilib qo'yaman desangiz ham mana zo'r imkoniyat sizlar uchun. Bir havo issig'ida bitta suvga chiqib tushib obzor qilib beryapman. Ushbu joyimizda hujjatidan umuman muammosi yo'q, noturar. Hop, bir sotig'ini $300 berib yuboramiz deyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, YouTube'da ko'rayotganlar bittadan like bosib ketinglar shunaqangi mehnatlarimizga. Xullas kalom, mana shu joyimiz zudlik bilan sotilyapti. Pasta raqamlarni qoldirdik. Mana naryoqda hozir suvlarini ko'rsatib beraman. Pauza qilsangiz suvini ko'rsatib beramiz. Mana bu tomoni, mana bunday ko'rsating bir o'rik bog'lari. Ertanda o'ta birga ko'rsatib qo'ying. Oqo'rikka moslashgan 50 tutdan oshiqroq oqo'riklari bor ekan. Mana bu tomonlarda dacha qilib qo'yishgan, mana qanday zo'r naveslarda qilib, so'rilarda qilib qo'yishgan. Odamlar o'z oyog'ini cho'zib mazza qilib damlarda olib yotishibdi. Puli borga mazzada salqinda damini olib yotadi. Puli yo'q manaqa suvlarga pishilib, ko'chama-ko'cha Ali Hojiboy aytgandek, qiziqchi deganda biz ham bloger deb yuribmiz. Mana ko'rishinglar mumkin, hujjatlarni qo'limga berib qo'yishdi. Nomlariga o'tkazdirib beraman. Pulni sanashaveradi deyapti. Menda bir haftadan keyin bera olishadi desam, bir haftadan keyin ham berishadi. Mana qangi baqateralariga e'tibor beringlar. Xullas kalom 2 gektar, salkam 2 gektar ekan. Kamerani tezroq olib keling, mana bu tomonlardagi basseynlarni ko'rsatib bering. Toza havoni. Chunki bu Sarqo'rg'on tomoni. Bu yerdan topasiz barcha kasalliklarga davoni. Loyiqa suvida cho'milmaganingizga qancha bo'ldi? Loyiqa suvida ko'rdim. O'zimda tutib tura olmadim, shart otib yubordim onasi demsin. Ko'ring mana, loyiqa suvida sog'inganlar, dacha olaman deganlar mana zo'r imkoniyat. Like bosishni unutmanglar. Barcha yuborib yuboringlar, barcha Sarqo'rg'onliklarga, Qo'qonliklarga, Farg'ona, butun O'zbekiston bo'yicha tarqatib yuboringlar mana shu videomizni. Men ham birinchi tanilib ketay, endi bir mashhur bo'lib ketaman. Anaqa Otabek ayvashlarga o'xshab, Nodirxo'ja jigarlarga o'xshab men ham tanilib ketamanmikin, nima deysizlar? Yo shu turishim bo'lsa, suvda kirib ketamanmikin, suvga yana bitta tashlab yuboraymi? Paq etib. Do'stlar, qadrdonlar, bizdan like bosishni. Bu yerda olsa nima qilsa bo'ladi sizlarning? Premium bog' qilsalaring bo'ladi. Premium molxona qilsalaring bo'ladi. Xullas kalom, nima qilsangiz ham xalqimizga foydasi tegadigan joy qilsangiz bo'ladi. Soliqlari balandmi noturarlarda deganlar, albatta soliqlar 1 million, 2 million chiqmaydi. Ammo solig'ini bemalol 100% egalari aytishyapti, qoplab beradi. Chunki 50 sotig'i oqo'rik, 50 sotig'i luchak shaftoli deyapti. O'zini o'zi qoplab beradi deyapti. Gilos bog'lari ham bor ekan. Hammalaringga tavsiya qilamiz, pasta raqamlarni qoldirdik, o'zlariga aloqaga chiqinglar. Salkam 2 gektar, bir sotig'i $300 dan bosamiz, yuborib yuboringlar maksimalni, like, podpiska bosib qo'yinglar. Biz ham bir sizlarni davrlaringda bir tanilib ketaylik. Do'ppili boladan oldim deyishlik esinglardan chiqmasin.